Assalomu alaykum. Hozir klinikada edik. Farruh akam klinikalarida. Qisqacha mana shu sharoitlar haqida video qilib, mana shu sharoitlar haqida video qilib, ba'zi dorilar haqidagi savollarni Farruh akaga bermoqchiman. Maqsad nima? Maqsad boshqalar, ya'ni chorvadorlar foydalanishi uchun eng muhim ma'lumotlarni dorilar haqida eng bilishlari kerak bo'lgan narsalarni aytib o'tmoqchiman. Bu tomonimizda demak dorilar hammasi turibdi. Hammasini ko'rsatish menimcha to'g'ri emas deb bildik. Shuning uchun ba'zi dorilar olib ko'rsatiladi va men qisqa savol beraman, Farruh aka qisqa javob beradi. Ko'pchilik uchun manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Mana Farruh akam ham shu yerda. Jigarlar, assalomu alaykum. Hamma yaxshimi? Xo'p, demak, bir chekkadan boshlasak Farruh aka. Nega O'zbekiston bilan solishtirib savol beraman? Nega Germaniyada hayvonlar dorisi bilan odamlar dorisi qat'iy ajratilgan, aptekalari ham, sotish uslubi ham har tomonlama. Ya'ni hayvon uchun kerak bo'ladigan hamma narsa vitaptikada topiladi, ya'ni dorilar aptekalaridan Germaniyada. O'zimizda bunaqa emas. Va tarqatish usuli, ya'ni sotish usuliga ko'ra Germaniyada aptekalar odamning dorisini sotadi. Germaniyada esa faqat veterinardan olishga majbur. Juda yaxshi savol. Endi har bir davlatda o'zining qonunchiliklari bor. Germaniya kuchli bir davlat hisobiga kiradi. Shuni hisobiga chorvachilik juda rivojlangan, hayvon juda ko'p. Hozir statistikani to'g'risi qaraganim yo'q. Necha million, 11 millionmidi shunaqa hayvon soni bor deb aytgan edi. Xullas juda ko'p. Professorlar soni ham 100 dan ziyod. 100 dan ham ziyod professorlar o'zi bor. Bizda 3-4 ta sanash mumkin. Ya'ni veterinariya sohasi bo'yicha. O'shandan kelib chiqib, ya'ni talab bor, istak bor. Shunga qarab dorini maxsus ishlab chiqarish. Shuncha mutaxassis bo'lgandan keyin o'zlari ishlab chiqara olishadi ham. To'g'ri. Har bir kasallikning ustida ishlash uchun dori kerak bo'lgan va buni ustida ishlashgan, shuni uddalashgan. Yaxshi. Keyingi savolim shunaqa bo'lardi. Masalan, aytaylik, bizda bir dori bor. Original dori deymiz uni, o'zimiz tilda O'zbekistonda. Va aytaylik, Penstrep degan dori. Originali bor, qimmat, zo'r va xuddi o'shani Xitoy varianti 5-6 xili bor. Sabab nima bunga? O'sha bittasi yetishmasmidi bizga? Nega buncha ortiqcha turlar, ya'ni bitta Penstrep turi ko'p buncha? Bu narsa biznes. Bu narsa biznes. Har bir firmani qarasangiz, ichi bir xil, lekin nomi turli xil bo'ladi. Firmalar turli xil. Hammada har xil narx. Men o'zim ham turli xil firmalardan olaman. Masalan, o'sha Penstrepni oladigan bo'lsak, bizda Neopen deyiladi. Boshqa nimada Penstrep deb yozilgan, haqiqatan Penstrep yozilgan boshqa firmada. Bu narsa bor. Chunki talab kuchligini hisobiga hamma sotgisi keladi. Hamma firmalar turli xil nomini o'zgartirib. Chunki bir xil narsani sotish olmaydi. Keyin yana muhim narsa, hozir Germaniya sekin-sekin boyagi kutish vaqtlari juda qattiq e'tibor beriladigan bo'lgan. Yolg'on aytib yorug' tushar ekan. O'sha kutish vaqtlari. Har bir dorini organizmdan chiqib ketish vaqtlari bor. Ular dorini turiga qarab. Hozir kutish vaqti bor dorilarga yana qaytamiz. Bitta narsa haqida qisqacha nimangiz kerak? Bu vaqtda gaplashganmiz siz bilan. Trockenstellen deydi. Germaniyada sigirlarni sutdan chiqarish payti yelinlarga antibiotik jo'natish yoki bo'lmasa o'sha infeksiyalar rivojlanmasligi uchun kanallarni yopib qo'yish. Yopib qo'yish uchun maxsus nimalar bor? Dori vositalari bor. Shuni O'zbekistonda noto'g'ri talqin qilib tarqatishibdi. Ya'ni bir mashhur bir veterinarda ko'rdim. Sigirlarni sutdan chiqaradigan dori deb shunchaki nimani ichiga urib qo'yapti. Nima bo'libdi-da, yo'li sal yolg'on xabar ketibdi. Odamlar ishonib qoladi chunki u dori o'zingiz любой bittasini olib ko'rsatsangiz ham masalan yaxshi bo'lardi. Shuni ko'rsatishingiz mumkin. Mana Benestremycin deylik. Xo'sh, mana bu mastitni davolamaydi. Bu faqat o'sha
ma'lum bakteriyalarga ishlaydigan antibiotik vositasi. Ya'ni tinim davriga chiqartiriladi. Demak, mastit bo'lib o'tgan sigirlarga tinim davrida haligi sog'ilmay qolgandan keyin bir joyda turib infeksiya qayta rivojlanmasligi uchun o'shalarni tiyib turish uchun qilib qo'yiladi. Bular sutni to'xtatish maqsadida qilinmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Mana bunday. O'zi bu narsani qilishdan maqsad avvallari har bir sigirga qo'llashgan, ya'ni yuqori mahsuldorli sigirlar ishlab chiqdi-ku bular. Ya'ni zot topishdi. Mana masalan Simmental va keyin Goldstein. Bular yuqori mahsuldorli sigirlar. Buni boshida doktorlar ham aytgan, veterinarlar, bunaqa qilmanglar, mahsuldorlik ko'paygan sayin kasallik ham ko'payadi deb. Haqiqatda shunaqa bo'lgan, endi mahsulot ko'p. Ana endi hozir shunaqa qonun ishlab chiqishdi. Bu tinim davriga chiqaradigan antibiotiklarni shunchaki qo'llamaslik. Qaysiki o'sha bu yerda mikroblor soni deydi. Endi o'zbekchasi sel deydi. O'sha yuqori somatik hujayralar soni nima deydi bizda? Shu somatik hujayralar soni yuqori bo'lgan, masalan 300 mingdan ziyod bo'ladigan bo'lsa, shuni qo'llash tavsiya berishyapti. Ulardan past bo'ladigan bo'lsa, shunday dori vositasiz tinim davriga chiqarish. U ham haligi bismut deydimi, shunaqa bir nimasi chiqqan hozir. Ferzikler deydi. Shu yelin so'rg'ichni uchiga yuboriladi. Hali ko'k, kanal to'sib qo'yadigan narsa bu. Hech qanaqa antibiotik emas. Sutga ham ta'siri yo'q, go'shtga ham. Chang tushsa, chang ichkariga o'tmaydi. Xuddi shunday. Chunki yuqori mahsuldor sigirda so'rg'ichlarda ichi katta bo'ladi. O'shani yopib qo'yishga majbur bo'lishyapti. Yopmasa, ko'p kasallik kelib chiqyapti. Demak, shuni tushunib oling, somatik hujayralar past bo'ladigan bo'lsa, o'sha kutish vaqti yo'q, nimadan foydalanishyapti vositadan. Demak, o'sha Germaniyadagi o'zimiz aytamiz, selektiv Trockenstellen deydi, tanlov asosida tinim davriga chiqarish. Endi boya qaytamiz dedik, kutish davrlari, men shaxsan bilaman, o'zimning tanishlarim ham bor, shunaqa veterinarlar. Gentamitsindagi vartetsayda kutish davrini ko'rib, o'zim bilmagan ekanman, shokka tushdim. Demak, 214 kun kutish davri bor Gentamicin antibiotikida. Lekin men bilgan veterinarlar, men tanishlarim, ular ishlatishadi. Sog'on sigirga ham, boshqasiga ham buni. Salbiy oqibatlari haqida menimcha oxirgi paytlar ko'proq gapirilishi kerak bo'lgan mavzu bo'lib qoldi. To'g'ri. Bunday narsa biz haqiqatda o'qiganimizda bu narsalarga e'tibor bermaganmiz. To'g'risi hozir bu videoda jaydaricha qilib tushuntirishimiz kerak xalqqa, hali zamonaviy qilgandan ko'ra. Nima demoqchiman? Kutish vaqtlari juda muhim ekan. Sababi, masalan, bitta ketoprofen oladigan bo'lsa, ketoprofen bu analgetiklar oilasiga kiradi, ya'ni og'riq qoldiruvchi. Uni masalan odam dorixonada ham bor, vet dorixonada ham bor. Uni Germaniya hozir shunaqa qonun chiqardi, demak, odamdagi dorilarni ham mollarga ishlatsak bo'ladi degan qarorga kelishyapti. Ya'ni ba'zi dorilarni odam dorisidan olamiz, odam aptekadan. U ham masalan odam dorisi deb yozilgan bo'lmaydi, qaysidan hayvon uchun moslashtirilgan variantda chiqarsa kerak. Xuddi shunday. Masalan, kutish vaqti yo'q dorilar bor, odamga ham ishlatadi, hayvonga ham. Ko'z dorilar ayniqsa, u odamnikini ishlatamiz. Ko'z dorilarida antibiotik bo'ladi. Gentamicin yoki tetracycline, uni odamga ishlatish mumkin. Xuddi shunaqa narsalarda. Endi kutish vaqtlari juda muhim, shunga e'tibor berasizlar. O'zi hozir yozib qo'ygan, mana chetdan kirib kelyapti. O'zimizni O'zbekistonda bilmadim qanaqa dori ishlab chiqilyapti hayvonlar uchun. Ko'pchilik ko'p dorilar chetdan kirib kelyapti. Bizda kuzatdim, mana shu bizda qoramol va qo'ylar kasalligini davolash Telegram gruppamiz 4 yil bo'ldi ochilganiga. O'shandan beri aytib kelyapmiz. E'tibor beringlar, kutish vaqtiga e'tibor beringlar deb birodarlar ko'p birodarlar amal qilyapti. Baraka topishsin. Xullas, e'tibor kerak bo'ladi. Masalan, gentamicinni ko'p qo'llashni ko'rdim, oksitetrasiklinni qo'llashyapti, gumbullatib bosishyapti. U narsalar eng haligi yuqori xavfli antibiotiklarga kiradi. Ularni qo'llashda e'tibor nima qilish kerak? Ya'ni masofa saqlab turish kerak. Hozir ba'zi kasalliklar hozir haligi tizgindan chiqib ketish holatlari shu oxirgi yillardagi nazoratsiz antibiotik ishlatishimizdan ham kelib chiqayotgan bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Aytaylik, uncha dori ta'sir qilmay qo'ygan. Xuddi shunday. Shu uzr gapingizni bo'lib shu yerda davom ettirib ketay.
o'sha xuddi mana shunda ichim achib rosa gapirganman, kuchli dorilarni qo'llamanglar, undan tug'iladigan avlodlarda rezistent bo'lib qoladi, ya'ni keyingi doktorlar, mana yosh avlodlar uni ukolni qiladi, ta'sir qilmaydi. Nima deydi, haligi eski doktorlar bilib olgan, bilib turib 4ta-5ta eng oxirgi qadamda qilinishi kerak bo'lgan dorilarni qilib tuzatib yuradi. Mashhur doktor. Institut bitirib kelgan doktorlar ular haligi kitobda o'qigan-ku, boshlanishda yengil antibiotikdan boshlash kerak. U bu osmonda uchib yuradi-yu, dorini qo'llaydi, natija yo'q. Natija yo'q. Lekin yomon ko'rinib qoladi. Bular burakkadir deydi. Xuddi shunday. Masalan, sizga qarang, misol bilan ko'rsataylik. Xo'p. Gentamicin. Gentamicin bu kuchli antibiotik hisoblanadi. Germaniya sharoitida qarang. 100 milligramligi, buni turli xil milligramliklari bor. Kutish vaqti, go'shtdan chiqib ketish vaqti buni 214 kun deb qo'yibdi. Buni hozir hamma nima bo'lib ketdi, ya'ni mashhur bo'lib ketdi. Internetdan ko'rib olishyapti. Hamma ma'lumot bor internetda. Gentamicin desa berishadi. Sutdan 7 kunda chiqib ketadi. 7 kun bu degani 214 kun go'shtini yeb bo'lmaydi degani. Nemislarda buni juda kamdan kam sotamiz. Avvallari buni nimaga qo'llashgan? Bachadonga ham haydashgan. Buni agar qisqa bir xulosa qiladigan bo'lsak, hattoki o'sha sal semirish, so'yishga yaqin 3-4 oy qolganda ham qilib bo'lmas ekan buqalarga. Mutlaqo. Sog'in sigirlarga asti qo'yaverasiz. Faqat buzoqchalar 1-2 oylik ekan. Agar qilingan bo'lsa, shularga qo'llasa bo'lar ekan, demak, gentamicin. Xuddi mana buzoqlarga ishlatyapti. Buzoqlarni grippiga yoki ichib o'tganda, unda ham tekshirish kerak. Haqiqatan ham shu ta'sirchanligini test qilinadi. Laboratoriyada ta'sirchanlik testi bor. Masalan, buzoqlarda ichib o'tyapti, nimasidan prob olinadi, axlatidan. U keyin ekiladi agar o'simligiga. Keyin antibiotiklar qo'yiladi. Gentamicin ta'sir qilsagina beraman. Undan keyin masalan o'pkada shamollash bo'lsa, burnidan haligi korona test qilamiz. Unda ham ta'sirchanlik aniqlanadi. Unda bitta davo topadi, ham tez natijaga erishamiz. Qo'llash mumkin. Diagnostika kuchli. Xuddi shunday. Avvallari bu yerda doktorlari ham gentamicin ishlatishgan. Kutish vaqti unchalik e'tibor bermagan. Mana shu davo endi bizga kelyapti-da. Bizni shu Alloh taolo mana shu yuboribdi. Shuni hozir o'rganib, xalqqa beryapmiz-da. Ya'ni nima demoqchiman, bu narsani endometritlarga ham yuborishganda, bachadon ichiga. Yaxshi ta'sir qiladi deb. Keyinchalik fan uni aniqlayapti, 214 kungacha tanadan chiqib ketmaydi. Go'shtdan chiqyapti qayta. Mana shuni hisobiga qo'llash mumkin emas degan narsa yo'q, qo'llash mumkin. Faqat shu ta'sir qilsagina, ya'ni ta'sirchaligini qilgandan keyin qo'llash kerak. Buni qo'yay. Hozir yana bitta qisqa savol beraman dori haqida. Rezerv antibiotik degan tushuncha bor ekan Germaniyada. Ya'ni bu ham rezervga kirsa kerak. Hozirgi gentamicin ham bir necha turlarini biz gaplashganmiz. Bu rezerv degansiz, ha deganda qo'llaverish bo'lmaydi. Taqiq yo'q-u. Bunga kelinishiga sabab nima va bizda nega bu narsa yo'q, rezerv antibiotik tushunchasi va agar qachon shu ketishimizda qachon bo'lishi kerak? O'zi bo'lishi kerakmi yoki yo'qmi? Bu narsa bo'lishi kerak. Buni xulosaga kelishdan sabab nojo'ya ta'siri ko'p bo'lgan. Masalan, sigirdami yoki buzoqlarda ham, sigirlarda ham urushgan, ko'p miqdorda ham urushgan, kam miqdorda ham nojo'ya ta'sirlar ko'p bo'lib ketgan. Davolagan, lekin nojo'ya ta'siri ham bo'lgan. Masalan, endi hozir aniq ayta olmayman. Masalan, grippga qilgan paytda boshqa organizmda muammo kelgan yoki shal bo'lib qolishlik. Gripp tuzatadi-yu, qolgan joyda masalan, nima ishdan chiqaradi aytaylik. Qaysi organlarda ko'p qilib yuborsa, ezib qo'yadi. Shuni hozir majburlashgan, buni o'sha antibiogramsiz qo'llash mumkin emas. Antibiogram nima degani? Avvaldan tekshiriladi. Haqiqatan shu ta'sir qilsagina ishlatish kerak deyapti. O'zbekistonda mashhur-da mana shu enroflog shunga kiradimi yo'qmi? Xuddi shunday. Kiradi, ha? Enrofloxacin, keyin Ceftiofur, bizda Sifur deydi. U ham kirgan. Hozir mashhur. Qo'liga tushgan uryapti hozir. Mumkin emas. Faqat shu o'zim ham tavsiya berdim. Uni faqat nimaga? Oqsilga. Oqsilga unga ham 3 kun tavsiya beryapman. 3 kundan ko'p emas. O'sha qiyin kasalliklar. Bizda shu yeydigan narsa shu nima bo'lyapti hozir. Cho'ntagimizga zarar berayotgan kuchli yuqumli kasallik o'sha oqsil. Endi aytmoqchi bo'lganim, baribir o'zimiz yeymiz-da o'sha go'shtni. Qaysidir qassobdan
o'zi masalan biz endi e'tiqodimiz jihatidan oshxonaga kirsak ham yoki qassobdan go'sht olsak ham birinchi navbatda harom halol degan bir narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'lsa, hozirgi kunga kelib harom halolligidan tashqari endi u qanaqa hududda hayvonot so'yilyapti, u ham shu darajadagi muhim narsa bo'lib qolyapti. Chunki biri oxiratga ziyoni bo'lsa, ikkinchisi dunyoni o'zida bizni sog'lig'imizni izdan chiqarishi mumkin. Yaxshi narsani eslatdingiz. Hozir mana o'zi ta'sirlandim. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tirik bo'lganlarida men albatta borib so'rab olardim. Buni antibiotikda qilib, shuni ham harom qilib bering deb. Aslida o'zi bismillah deb so'yish bilan hayvon halol bo'ladi. Yani halol bizga yeyish mumkin bo'lgan hayvonlar. Shunchalik yomon narsaki, shun hozir to'g'risi xafa bo'lib ketaman. Ziyoni katta. Ziyoni juda katta. Farzandlarimizga masalan nima deydi uni bizda? Yurak paroglari, yurak bilan buyrak yetishmovchiliklari ana shundan kelib chiqadi. Endi kuchli antibiotiklarni qo'llagandan suv yuboriladi. Davo topmayapti, suv yuboriladi. Biz masalan gentamicinni qo'lladik bitta hayvonga, yaqinda so'yilish kerak edi. Bilmasdan qilib qo'ydik. U farqi yaxshi bo'lgan bo'lsa ham so'yiladi. Kutish vaqti bor. Uni qiladigan bo'lsak, o'ldirilish haqida aytyapsiz. O'ldirib yuboramiz, ha. Shunchaki maxsus dori bor, o'ldirib yuboramiz. U farqi yo'q, yaxshi bo'lsa ham ko'rsatib yuborasiz. Masalan, bizda mana katta seyf bor. Bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Mana seyfni ko'rsatay. Bu bizda mana shu eng kuchli qonunlarimizdan biri veterinariyada har bir veterinar apteka ochmoqchi bo'lsa, kuchli seyf saqlash kerak bo'ladi, majburan. Majburiy seyf ham oddiy emas. Mana bu Widerstand 0 deydi. Mana shunisi 0 bo'lish kerak. Sababi kuchli yong'in bo'lganda ham hech qanaqa doriga ta'sir qilmaslik kerak. Chunki bu kuchli zahar hisoblanadi. Mana shu bilan o'ldirib yuboramiz. Mana bu dori O'zbekistonda shunchaki nimada turadi? Buni ham demak maxsus joyda saqlash kerak, ha? Buni maxsus saqlash, bu nima? Narkoz hisoblanadi. Ha, bu bilmasdan qilib qo'yadigan sedativ, ha. Narkoz dorilar. Demak, mana bu dori umuman yo'q O'zbekistonda. Yo'q, bizda qonunchilik bo'yicha yo'q hali. U faqat Yevropada bor. Yo'q, o'zi biz copy paste qilamiz-ku har qanday qonunni, masalan, Yevropadan yoki boshqa joydan. Unga ehtiyoj yo'qdir. Biz qaysi hayvon egasi? Chunki so'yib yeyapmiz-da. So'yib yeyapmiz-da hammasini, o'sha bo'lgan bo'lmagan hammasini so'yib yeyapmiz. Shunaqa. Hozir shunaqa qudratga egamiz. O'zbekiston hamma narsaga qudratga ega, faqat ilmli odam buni ko'rsatib berish kerak. Qonunlar, masalan, bizni konstitutsiyaviy o'sha bugungi davlat tuzumlarimiz hammasi Yevropa nimasiga mos keladi. To'ppa-to'g'ri. Ayniqsa veterinariya, tibbiyot hammasi shunday. Davlat standartiga javob beradigan darajada deb aytishyapti. Videolar ko'ryapmiz. Endi men kelganimga 10 yil bo'ldi-da, 10 yil. Yaxshi tomonlama hissa qo'shishyapmiz degan umiddamiz, xudo xolasa. Nasib, endi sekin-sekin yana harakat qilyapmiz. Bundan ham siz keldingiz, xudo xolasa yana hali o'zbeklar ko'payadi. Bir kun boramiz shu nemislar ilmini. Chunki nemislarni yaxshi tomonini olamiz, yomonni tashlab ketamiz-da. Nasib. Musulmonda bu shunaqa nima bo'ladi? Yaxshi tomon olinadi, yomonni tashlab ketiladi. Hozir shunaqa veterinariya juda rivojlangan, xohlagan dorini internetdan zakaz beraman. Chunki internet sistemasi rivojlangan. Hakkerlar masalan bazaga hujum qiladigan bo'lsa, shular ham himoya qilingan. Bizda hali bu bazalar rivojlanmagan. Internet qilmasdan offline ham yaxshi rivojlangan. Mana Lefer servis deydi-ku, ya'ni olib borib berish servis xizmati. O'zbekistonda o'sha bozorlar yo'qolishi degan mavzular ko'tarilib shov-shuv bo'ldi-ku. Demak, o'sha yana o'sha Yevropadan nimada taqqoslashda Yevropada bozorlar yo'qolgan. Men tavsiya beraman. Offline bo'lgani yaxshiroq. Keyinchalik bir qilsa bo'ladi. Rivojlangandan keyin sistemalar. Xo'p, men ataylab dorilarni buyog'ini ko'rsatmayapman, chunki bundan oldingi videolarni ko'rganlar bo'lsa, biz dori reklamasiga qarshimiz. Chunki dori nimaligini tushunmagan oddiy xalq yoki bir mol olib sotarlar, ayniqsa o'zi davolaydi, ular shu qaysidir dorining rasmini hozir ko'rib qolsa, shu dori zo'r ekan deb qayerdan topib ishlatish yoki mukassidan ketish kuzatilishi mumkin-da. To'ppa-to'g'ri. Shu sabab shunday qilyapmiz. Endi kamchilik joylarini yana keyingi videolarda to'ldiramiz. Menimcha manfaatli bo'ldi. Sog' bo'linglar, yaxshiliklar. Rahmat barchaga.